Sekizda o'tiribmizmi o'ylayman. Shunaqa narsa bemaza narsalar chiqaryapti. Madaniyat qayerga qarayapti, san'at qayerga qarayapti, vazir qayerga qarayapti, vazir o'rinbosarlari qayerga qarayapti. Hadeb shu gapni bizani yozadi. Kim maza qildi? Hamma ko'timini qo'polsa aytaman, ko'timini qildi. Ustozlarimizni yaratib ketgan ba'zani hamchi odoy tomon qo'yamiz. Buzib nimalardir qilib, remix qilib, pemix qilib, hamma yog'ini dabdalasini chiqaryapmiz. Yo'q, haligidan jikkur-jikkur qilib halini taqa qo'yib qadimizganda o'zini tashlab o'ynaydi yigitlar. Yoshlar buzilib ketyapti. Yoshlarni buzayotgan madaniyat, san'at ahli bo'ladi. Hozir fonogrammani yo'q qilsin. Ko'ramiz qancha odam. Ma'nosi nima, so'z nima u kerak. Bizmasdan yetish kerak. Etlaring Xudo xayring bergur, o'sha pardasidan yuqoriroq qilib yetadigan kuching bo'ladigan bo'lsa, o'sha pardadan yuqoriroq qilib et. Xalq qarashi ham buzilgan, eshitishi ham buzilgan. Masalan, hamma narsa buzilgan. Sizlar bizlar boshchiligimizda san'atni sekin asta kemirib yo'q qilyapmiz.